Sabrli va ruhan kuchli bola tarbiyalash. Psixologlar ta'kidlaydi, bolalarning 40% sabrsiz va tez asabiylashish muammosiga ega. Bunga ota-onaning hamma narsani tezda qilish talabi sabab bo'ladi. Italiyada futbol o'yinida bola yiqilib ketadi. Ota yugurib kelib, uni yupatish o'rniga "Sen nimaga bunchalik zaifsan? O'zingni qo'lga ol" deb baqiradi. Bola esa ko'z yoshini ichiga yutishga majbur bo'ladi. Shunday tarbiya natijasida u sabrsiz va ruhiy jihatdan kuchsiz bo'lib ulg'ayadi. Yaponiyada gaman tushunchasi mavjud. Bu bolalarni sabr va ruhiy kuch bilan tarbiyalash usuli. Ular bolaga kichik qiyinchiliklarni mustaqil yengishga ruxsat berishadi. Natijada bolalar chidamli va kuchli bo'lib ulg'ayadi. Savol: farzandni sabrli va ruhan kuchli qilib tarbiyalash uchun ota-onalar qanday yondashuvni tanlashi kerak? Biz siz bilan bu savolga o'zbekistonlik mutaxassisning fikrlarini eshitamiz. Hammaga assalomu alaykum. Onalar maktabida navbatdagi foydali video darsimiz tayyor. Bugun siz bilan o'ziga ishongan farzand tarbiya qilishni 5 ta muhim siri bilan bo'lishaman. Birinchi navbatda bolani mustaqillikka o'rgatish zarur. Erta yoshidan bola o'z-o'ziga xizmat qilish, ovqat yeya olish, kiyimlarni kiya olish, poyafzalini kiya olish, bularni bilgan va bilmagan bolalarni o'ziga bo'lgan ishonch o'rtasida katta farq bor. Bolalarimizni maishiy invalid qilib emas, balki erta yoshdan o'z-o'ziga xizmat qilishni biladigan qilib katta qiladigan bo'lsak, albatta bunday bolalarni o'ziga bo'lgan bahosi bilan hech qanday muammo bo'lmaydi. Ikkinchi muhim tavsiya bu bola erta yoshidan jismoniy faol bo'lishi, ya'ni sport to'garaklariga qatnashishi. Juda ko'p onalardan shu savolni so'rayman. Maktab yoshigacha bolaga nimalarni o'rgatishimiz kerak? U to'g'ri rivojlanishi uchun, ertaga maktabda qiynalmasligi uchun deb. Ayni mana shu savolga javoban men sport va sport deb javob beraman. Jismoniy faol bo'lgan, koordinatsiyasi, fikrlashi, qandaydir vaziyatlardan chiqa olishi va eng muhimi mushak karkasi vaqtida rivojlangan bola albatta o'ziga bo'lgan ishonchi sog'lom bo'ladi. Uchinchi tavsiyamiz bu bolani tanqid qilmaslik va uni hech kim bilan solishtirmaslik. Albatta biz bunday nokonstruktiv tarbiya odatlarimiz bor, ammo bu odatlar bilan biz xayrlashishimiz kerak va bolani tarbiyasini, xulqini korreksiya qilayotganimizda ham, unga hattoki dakki berayotganimizda ham bu narsani konstruktiv holatda qilishimiz juda ham muhim. Ya'ni kim gamburger metodi haqida ko'pchilik eshitgan, avval yaxshi gapirib, keyin esa o'sha sizga yoqmayotgan, qandaydir nojoiz bo'lgan xatti-harakatni aytib, keyin esa albatta bu narsa umumiy jihatda sizni unga bo'lgan munosabatingizga hech qanday ta'sir qilmasligini aytgan holatda chiroyli munosabatda to'xtatadigan bo'lsangiz, bunday tanqidni, ekologik tanqidni bolani asab tizimi, bolani miyasi qabul qilishi osonroq bo'ladi. Agarda siz uni tanqid qiladigan bo'lsangiz, agarda siz uni kimlargadir solishtiradigan bo'lsangiz, bu narsani u meni yaxshi bo'lishim uchun aytilyapti yoki meni rivojlanishim uchun ekan, ota-onam meni yaxshi ko'rar ekan deb emas, albatta ota-onam meni doimo kimdir bilan solishtiradi va o'sha insonni menga nisbatan ko'proq yaxshi ko'radi, qadrlaydi, hurmat qiladi. Balki men o'rnimda o'shani o'zini farzandidek ko'rishni xohlarmidi degan haligi o'sha o'ziga bo'lgan ishonchi, qadrliligiga to'g'ridan to'g'ri bu zarba beradi. Bolani o'ziga bo'lgan sog'lom darajadagi ishonchi uchun yana bir muhim narsa bu ota-onani jamiyatda erishgan o'rni, kasbiy faoliyati va umuman olganda muvaffaqiyatlilik darajasi hisoblanadi. Bu haqida bunda avvalgi darslarda ham gapirgan edik. Albatta ota-ona hayotidan qoniqqan bo'lsa, baxtli munosabatlarda bo'lsa va o'zini qobiliyatlari, o'zini potensialini namoyon qilib e'tirof va hurmatda yashaydigan bo'lsa, albatta bola ularni kuzatgan holatda o'ziga bo'lgan bahosini ham, shu insonlarni farzandiman degan ma'noda o'ziga bo'lgan bahosini ham sog'lom darajada shakllantirib boradi. Va yana bir muhim tavsiya, agar siz farzandingizni o'ziga beradigan bahosi sog'lom bo'lishni xohlasangiz, oilaviy muhitingizga alohida e'tiborli bo'ling. Ayni mana shu oilaviy muhitda xavfsiz bo'lishi, mehr-muhabbatli bo'lishi, bolaga nisbatan siz mehrli bo'lishingiz, e'tiborli bo'lishingiz va albatta umumiy jihatda oilani barcha a'zolari bir-biri bilan til topishib,
hurmatda, mehr muhabbatda yashaydigan bo'lsa, albatta bu narsa bolani o'ziga bo'lgan ishonchini sog'lom darajada shakllanishiga yordam beradi. Har birimiz oilamizda ulg'ayayotgan farzandlar o'ziga ishonch bilan, o'ziga tayana oladigan, kuchli, ruhan va aqlan tetik bo'lgan farzandlar bo'lib ulg'ayishsin. Biz sizga Onalar maktabida bu yo'nalishda foydali ma'lumotlarni berib borishda davom etamiz. Sog' bo'ling, keyingi darslarda ko'rishguncha.